Biz bilan Dubay sayohatiga kelsangiz hech qachon afsuslanmaysiz. Birinchi kundan plyajga ketib mazza qilib cho'milib keldik. Atmosfera juda ham zo'r. Dengiz bo'yida shamol gurkirab esib turibdi. Hech qanaqa issiq jazirama yo'q. Ertasiga kuni bilan Dubayni mazza qilib aynaldik. Palma Jumeiraga ketdik. Akvariumlar tomosha qildik. 51 etajdan turib Palma Jumeiraning go'zalligini tomosha qildik. Barcha orzu qilgan eng baland binolarga chiqdik. Palma Jumeirani qanday tashkil topganini kino sifatida bizga ko'rsatib berishdi. Sayohatimiz esda qolarli bo'ldi. Burj Xalifaga bordik. Barcha Burj Xalifaga borib fontanning go'zalligini ko'rishni orzu qilgan. Men ham orzu qilgan edim va orzularimga erishdim. Muzika sadolari ostida soat ravna kechqurun 8 da fontanlar rang-barang bo'lib otildi. Akvariumlarga kirdik, Dubay Mallga kirib sayohat qildik. Paraxodlarga aylandik, shvedskiy stolda mazza qilib ovqatlandik. Guruhimiz bilan bo'lib mazza qilib sayohat qildik, safariga bordik. Safarida jipda qumlarda aynaldik. Biroz qo'rqinchli bo'ldi, lekin esda qolarli mazza bo'ldi. Video syomkalarga tushdik. Kechqurun safarida tuyalarga mindik. Juda chiroyli shoular bo'ldi. Shvedskiy stolda bu yerda ham ovqatlandik. Har xil chiqishlar, shoular bo'ldi. Eng qizig'i safarida turib Dubayda tug'ilgan kunimni nishonlashni orzu qilganman va men orzularimga erishdim. 21 oktyabrda tug'ilgan kunimni Dubay safarida nishonladim. Barcha orzu qilganlar ilohim Dubayga kelib biz bilan sayohat qilish nasib qilsin. Biz bilan sayohat qilishni istaganlar bo'lsa, bizga Telegramdan yoki Instagram direktdan yozing va qo'ng'iroq qiling.